Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Yaxshi tomondanglarmi? Bugun 16 oktyabr soat 10 bo'ldi ertalabki, payshanba. Sizlar bilan doimgidek kunlik tahlilni boshlaymiz. Ko'rib turganinglar bu dollarni haftalik time frame'dagi holati. Nimaga haftalik time frame'ga yana boshlayapmiz? Haftani o'rtasi bo'lishiga qaramasdan. Chunki bitta sizlar bilan yana haftalik time frame'ga qarab qo'ymoqchi edim. Haftalik time frame'da hali ham o'rtoqli bo'lishimiz, ya'ni narx o'tgan haftani minimumi va maksimumini ichida, ya'ni inside bar bo'lib turibdi. Haftalik time frame'da hali ham bo'lish anaqada turibmiz. Xo'p, uzr bo'lish demoqchi emasdim o'rtoqlar, uzr. berish demoqchi edim. Nimaga berish dedim? Ya'ni haftalik time frame'da o'sha oylik time frame'ga, o'sha katta time frame'larda mana bu imbalans zonadan narx tepaga pastga qarab ketishi kerak. Ya'ni kechagi market tahlilini ko'rgan bo'lsangiz, unda aytganman, tushuntirib berganman nimaga berish, ya'ni tushish trenddaligimizni, to'g'rimi? Demak, haftalik time frame'da narx endi mana shu joydan tepaga pastga ketishi kerak degan anaqada turibman. Mana bu tepadagi buy side'ga o'sha chiqishi shart emas degan narsa turibdi. Bundoq qilib qaraydigan bo'lsak, turtle soup mana bundoq qilib turtle soup deb olsa ham bo'ladi. Hop, mana qilib oladigan bo'lsak, mana kecha qilgan analizimiz, sizlar bilan qilgan analizimiz birga bir o'xshab berdi o'rtoqlar. O'shaning uchun bugungi analizimiz ham o'xshab berishiga umid qilamiz. Xo'p, kunlik time frame'da narx mana bu o'sha imbalans zonadan yaxshi reaksiya olib pastga qarab tushib keldi. Bu imbalans zonaga keldi mana. Bu imbalans zonalarni biz ushashini anaqa qilmaymiz, ushashiga umid qilmaymiz, chunki biz katta time frame'da sizlar bilan tushuvchi trenddamiz. O'shaning uchun bullish, ya'ni narxni tepaga ko'tarib berishi mumkin bo'lgan imbalans zonalardan narx поддержка olishini emas, narx buzib o'tishini sizlar bilan kutishimiz kerak. Xo'p, demak, bugungi ochilgan candle'ga, ya'ni payshanba kuni ochilgan candle'ga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, undan oldin bitta bugungi haftalik, ya'ni bugungi kunga chiqadigan yangiliklarga e'tiborimizni qaratmoqchiman. Mana bugun polni yangilik bor edi. Kecha ko'rsatuvda esinglarda bo'lsa, hammasi tentative, ya'ni aniq emas edi, chiqmasligi. Mana bugun atmen bo'libdi, ko'ryapsizlar. Dollarga yangiliklar polni atmen bo'libdi. Bugun demak 11 da soat mana 10 bo'lgan bo'lsa, hozir 50 minutdan keyin funtga GDP chiqargan qizil yangiligimiz mana. Bilmadim narxga qanaqa anonsi bo'ladi. Yangiliklar atmen bo'lganini hisobiga ham narx bunaqa puls bilan yurmasligi mumkin. Kecha ko'rdinglar, hech qanaqa yangilik bo'lmayotgan bo'lsa ham, ya'ni bo'lmaydigan bo'lsa ham, narxda biz yaxshi puls ko'rdik. O'shaning uchun iloji boricha agar chiroyli price action bo'ladigan bo'lsa, biz pozitsiya qidirsak bo'ladi. Xo'p, demak, hozircha kunlik time frame'da narx reaksiya olishi mumkin bo'lgan, ya'ni qattadir turmayapti, ya'ni agar mana bu candle'dan keyin ertaga misol uchun narx bu yoqda turganida, ertaga olsak bo'lardi. Narx mana bu imbalans zonaga chiqadi, keyin pastga tushadi deb, to'g'ri? Mana bu imbalans zonaga chiqadi deb. Lekin hozircha narx prosta mana bu imbalans zonaning ichida turibdi. Mana, lekin bu imbalans zonadan narx tepaga qarab ketadi deb olishimiz to'g'risi to'g'ri bo'ladi. Shunaqa desak bo'ladi, lekin men unaqa demoqchi emasman. Chunki 4 soatlik time frame ga tushadigan bo'lsak, 4 soatlik time frame da kecha sizlar bilan qilgan analizimiz zo'r o'xshab berdi. Kecha pozitsiya ochdim, men yevroda buy ochdim. Ko'rgan bo'lsanglar ham kerak, agar Telegram kanaliga o'tib olmagan bo'lsanglar, o'tib olishinglarni maslahat beraman. Shu videoning tagida bo'ladi. 4 soatlik time frame da CRT bo'ldi, ya'ni 195 core model degan anaqa bor. 195 core model degan CRT ning modeli bor. O'sha model bo'yicha pozitsiya berdi. Mana dollardagi holati, yevrodagi holatini hozir yevroga qaraganimizda ko'ramiz. Demak, kecha mana bu imbalans zonadan narx mana tanas bilan buzib o'tgandan keyin narx mana shu imbalans zonaga qaytib keldi. Mana bu yoqda ham imbalans zona bor edi. Mana bu imbalans zonaga ham qaytib keldi. Demak, bizda ikkita key level bor.
ya'ni narx bu yoqdan bu yoqqa kelishi va bu yoqdan reaksiya olishi juda ham kuchli edi, to'g'rimi? Kecha mana soat 1da 3da ochildi, 7 11. Dollarda aytgancha o'rtoqlar, o'sha 159 modeli boshqacha ishlaydi. Chunki soatlar har xil bo'ladi dollarda. Misol uchun mana bu 3da ochiladigan candle yevroda yoki boshqa GBP paralada, USD paralada 1da ochiladi. E'tibor bersanglar, 4 soatlik time frame ga o'tib, dollarda hech qaysi candle 1da ochilmaydi. 1 9 5 da ochilmaydi. 3 7 11 da ochilar ekan mana. Demak, mana bu CRT bo'ldi. Mana shu CRT tasdiq. Mana bu bu candleda yevroda, конечно, buy pozitsiya kirildi. Hozir tushuntirib beraman yevroga qaraganimizda. Hozirda nima bo'lyapti? Hozirda holat bo'yicha narx mana bu order blokka keldim. Yo'q, hali kelmabdi. Narx hozir prosta biz hali ham bearish trenddamiz, ya'ni tushish trenddamiz. Bizda mana bu joyda e'tibor bersanglar, imbalans zona bor ekan. Ya'ni narx mana shu imbalans zonadan yaxshi reaksiya olgan, to'g'rimi? Narx mana bu buzib o'tdi, mana bu candle bilan. Iloji boricha mana shu imbalans zonaga agar narx qaytib keladigan bo'lsa, qaytib kelsa, mana shu imbalans zona yana pastga qarab narx endi tushirib berishini kutsak bo'ladi. Demak, biz uchun PD array zonamiz, ya'ni muhim zonamiz bu mana shu imbalans zona bo'ladi, to'g'rimi? O'shaning uchun mana shu imbalans zonani yaxshilab monitor qilamiz, kuzatamiz. Bu 4 soatlik time frame da faqat 1 soatlik time frame ga tushib qaraydigan bo'lsak, 1 soatlik time frame da endi vaqt qo'shiladi bizga, to'g'rimi? Nimaga? Chunki 1 soatlik time frame bu intraday time frame, ya'ni kun aro time frame deb qilsak bo'ladi, olsak bo'ladi. Mana bularni hop o'chirib turamiz, chalg'itmaslik uchun. Okay, hop, endi nima qilamiz? Endi mana kun aro time frame'imizda, ya'ni kun oralig'ida, qanaqa aytishni ham bilmayman. No intraday chartimiz kun bo'lgani uchun mana biz vaqt qo'shib olishimiz kerak. Ya'ni bugungi kunni boshlanishi mana New York vaqti bilan soat 12:00 va qaysini olamiz? Bugungi kunni tugashini olamiz. Ya'ni jumaga o'tadigan kunni olamiz. Xo'p, demak bizda ochilish opening price, ya'ni ochilish vaqti, ochilish narxi mana bu opening price'imiz mana. Narx mana hozir opening price dan tepada turibdi. Bu biz uchun yaxshi o'rtoqlar. Bilamiz, ICT da qoida bor. Menimcha buni hamma o'rgangan bo'lsa kerak. Agar biz bearish bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tushuvchi trend bo'ladigan bo'lsa, narx pastga tushadi deydigan bo'lsak, biz mana bu soat 12:00 bo'ladigan bo'lsa, mana buni 12:00 deb oladigan bo'lsak, 12:00 deb oladigan bo'lsak, narx mana bu ochildi deylik. To'g'rimi? Ochilish nuqtasi bo'ladigan bo'lsa, narxi agar biz pastga tushadi deb kutayotgan bo'lsak, kun davomida narx ochilishi bilan yoki ochilgandan keyin mana bunaqa holat bo'lishi kerak. Biz pozitsiyaga kirayotganimizda narx iloji boricha maksimum darajada mana bu ochilish nuqtasidan tepada bo'lishi kerak. To'g'rimi? Ana o'shanda biz agar mana bu yerda sell pozitsiyaga kiradigan bo'lsak, narx pastga tushib ketsa, biz o'shanda qanaqa kirgan bo'lamiz pozitsiyaga? Mana bu kun davomida mana bu candle hosil bo'ladi-yu. Mana bu candle'imda tayochasi tepada, pastda tayochasi bo'ladi, to'g'rimi? Biz sizlar bilan mana bu tayochani ichida kirgan bo'lamiz. Chunki ochilish nuqta mana bu yerda bo'ladi. Mana shu tayochani ichida kirib olish bizni ICT studentlarini vazifasi. To'g'rimi? Chunki biz manipulyatsiyada kiramiz, juda swingda kiramiz. Chunki biz bilamiz, narx tepaga ketyapti, hozir tepaga ketyapti. Bu degani bo'ldi, bu tepaga ketadi deb buy kirmaymiz sizlar bilan. Yo'q, biz katta time frame da tushuvchi trenddamizmi? Biz hozir narx tepaga ketishini manipulyatsiya deb olamiz. Har bitta MSS bo'lyaptimi, mana buy side'larni yechyaptimi, hammasi biz uchun prosta manipulyatsiya. Biz faqat sellga tasdiq qilamiz. Tushunyapsizlar? ICT studentlarini anaqasi shu vazifasi. Xo'p, demak, endi vaqtni qo'shadigan bo'lsak, mana demak vaqtda mana opening price dan narx hozir tepada. 4 soatlik haligi imbalans zonamizni 1 soatlik time frame da ko'rinadigan qilib olsak, ko'rishimiz mumkin. Narx mana bu o'sha 4 soatlik time frame dagi imbalansimiz ekan. Ya'ni narx mana shu zonalarga chiqishi kerak ekan, mana shu zonaga. Bu zonaga chiqqanida o'rtoqlar bizga
zonalar kerak. Mana shu 1 soatlikda ham qanaqadir zonalar bormi? Muhim zonalar. Muhim zonalar nimalar bo'lishi mumkin? Inbound zonalar, order block zonalar yoki maksimum yoki minimum. Xo'p, bizda birinchi maksimum bor ekan. Mana bu maksimum. Nimaga buni maksimum deb olyapman? Chunki bu maksimumimizni, ya'ni swing nuqtada bu chap tarafida va o'ng tarafida o'zidan pastroqda bo'lgan minimum nuqtalar bor. To'g'rimi? O'shaning uchun bu maksimum bo'ladi. Agar narx mana shu maksimumni yechib turib keyin pastga ketadigan bo'lsa, mana bu maksimumni yechishi nima bo'ladi? Turtle sub bo'ladi yoki MMXM tilida aytadigan bo'lsak, continuation purge. Ya'ni market maker sell modelida narx pastga qarab ketayotganda tepadagi buy sidelarni yechib ketishi bu continuation purge bo'ladi yoki CRT tili bilan aytsak, ya'ni Romeo tili bilan yoki umuman ICT tili bilan aytsak, turtle soup bo'ladi. Toshbaqa sho'rvasi. O'zbekcha tarjimasi. Xo'p, demak, mana shu holat hozircha 1 soatlikda narx mana shu maksimumni yechishi biz uchun birinchi hali bekat. Misol uchun bizning bekatimiz mana shu zonadan sell pozitsiya qidirish bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib bizni maksimum narx yetishini kutishimiz kerak, sweep qilishini. Ikkinchi bekatimiz biz uchun qaysi bo'lishi mumkin? Ikkinchi bekatimiz mana bu inbound zona bo'lishi mumkin, to'g'rimi? 1 soatlik time frame inbound zona bor ekan. Bu bizga yaxshi signal. Okay, mana yana bitta zonamiz bor. Okay. Xo'p, keyingisi mana bu order block. Oq candle'imizga e'tibor bersangiz, bu order block, to'g'rimi? Mana, demak bizda 3 ta zona bor. Narxi kelishini o'ziga tortadigan. Lekin bu degani mana shu zonalarimiz narxi pastga tushirib beradi degan emas o'rtoqlar. O'shaning uchun bizning vazifamiz sizlar bilan kutishimiz birinchi o'rinda. Mana shu zonaga kelishini va kelganidan keyin qachon keldi degan savolga javob berishimiz kerak. Ya'ni narx kill zone ichida keldimi? Ya'ni mana London kill zone boshlanishi, mana tugashi. Xo'p, narx mana shu zona ichida keldimi? Xo'p, keldi. Endi kelganida London kill zone ichida keldi deylik va bizga setup beryaptimi kichkina time frame da? 5 minutlikda qanaqadir MSS yoki CIST bo'lyaptimi? Agar bo'lmasa, mana bu vaqt soat 5 gacha agar bo'lmasa, konsolidatsiyada turayotgan bo'lsa, kutamiz. Qachonni kutamiz? Biz New York kill zone kutamiz. New York kill zone ichida CIST bo'lyapti. Mana undan keyin biz sizlar bilan kiramiz. Men uchun ko'p paytlarda idealniy setup qachon bo'lyapti? New York kill zone paytida bo'lyapti. Ya'ni London kill zoneda narx manipulyatsiyani qilib olyapti-da, keyin New York kill zoneda setup beryapti. Kechagi holatga e'tibor beradigan bo'lsak, mana kecha mana soat 2 mana ochilish. Mana bu mana 5. Mana narx mana bu vaqt oralig'ida nima qildi o'rtoqlar? Qaranglar mana. Minimum hosil qildi London kill zone ichida. Tepaga chiqishni boshladi. Biz katta time frame da sizlar bilan kecha aytdim, sell pozitsiya qidirishimiz kerak. Sell berishimiz, biz pozitsiya qidirmaymiz dollarda. Trend sell chuchudamiz o'rtoqlar deb aytdim, to'g'rimi? Lekin London kill zoneda mana soat 7 dan 10 oralig'ida mana kill zone ichida narx muhim zonaga kelyapti, mana bu inbound zonaga kelyapti. Mana shundan keyin pastga qarab ketyapti, to'g'rimi? Demak, bu degani London kill zone paytida narx prosta manipulyatsiya qildi yoki aniq bermadi va New York kill zone paytida bizga yo'nalish berdi. Demak, bugun ham shunaqa bo'lishi mumkin. London kill zone paytida narx o'sha o'zini qoladigan manipulyatsiyasini qilib olib, pastga ketib, tepaga ketib, mana turadigan bo'lsa, New York kill zone paytida bizga pozitsiya berish mumkin. Degani anaqa. Tushunarli? Xo'p. Demak, bu. Mana buni endi 4 soatlikni o'zida ko'rinadigan qilib qo'ysak bo'ladi. Alright. 15 minutlik o'tamiz bitta chiroyli. 15 minutlik time frame da o'rtoqlar mana bunaqa holat. Agar tushish trendi bo'ladigan bo'lsangiz, narxi mana bunaqa holat, xunuk holatda chiqib ketishi bizga bitta tasdiq bo'lishi kerak. Ko'nglimizni ko'taradigan, o'zimizga ishonch beradigan, narx mana bunaqa chiqib ketyapti. Birdaniga narx hech qachon bunaqasiga chiqib ketmaydi o'rtoqlar. Qachon shunaqasiga chiqib ketadi narx? Qachonki pastga yana qaytib kelish plani bo'lsa. Mana bunday chiqib ketyaptimi, demak narx pastga qaytib kelish plani bor.
agar chiqib ketishdan oldin bundoq swiplarni qilib chiroyli price action'ni qilib chiqib ketsa, unda aytsak bo'ladi, yo'q, narx normalniy chiqib ketyapti, demak qaytish niyati yo'q, bundoq keladida yana tepaga qarab ketadi deb. Lekin mana bunaqa holatda bitta puls bilan chiqib ketyaptimi, demak bo'ldi, tepadagi mana buy saytlarni yo qaysidir zonalarga boradida, keyin narx bum mana bu yerdagi liquiditylarni hammasini yig'ishtiradi degan anaqa bo'lishi kerak. Demak, o'z-o'zidan o'rtoqlar, mana bu ochilgan CRT bo'lishi mumkin o'rtoqlar. Yana bir marta aytaman, CRT qaranglar. Mana yaxshilab kuzatishimiz kerak bo'lgan zona. Mana bu 4 soatlik candle'ga e'tibor bering. 4 soatlik candle maksimum bilan minimumini belgilayman. Mana CRT high, to'g'rimi? Va CRT low. Mana shuni belgilayman. Mana kuting. 1 soatlik time frame shu hozir mana ko'rsatib ham beraman. Qarang, o'sha CRT high'imiz 4 soatlik time frame'dagi maksimum, haligi sizlar bilan hozir gaplashayotgan 1 soatlik time frame'dagi swing nuqtaga, ya'ni maksimumga to'g'ri kelar ekan. Demak, mana shu yerda CRT bo'lishi mumkin. 100 ga 100 CRT ishlab berish mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun ko'ramiz o'rtoqlar, normalniy. Mana 4 soatlik time frame'ga o'tamiz. Mana CRT ni kutamiz. Agar tasdiq bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, qanaqa ishlasak bo'ladi? Mana bu candle'imizni yopilishiga hali 1,5 soat bor ekan. 1,5 soat ichida agar narx mana buni tepasini sweep qila olsa va tanasi bilan ichida yopila olsa, keyingi candle'imizni biz ochilishini kutamizda, tepasida bundoq bo'lganda mana shu yerda biz pozitsiya qidiramiz. Tayochasida. Keyin pastga ketayotganida pastga mana bu CRT ni low'ini yoki 50% ni target qilib ishlaymiz sizlar bilan. To'g'rimi? Xo'p, ko'ramiz o'rtoqlar. Demak, bu dollardagi vaziyat. Endi Euro USD ga o'tamiz. Bu dollar o'zini 16 minut analiz qilamiz. Uzr, lekin o'rtoqlar, ko'p gapirib o'rgan bo'lsam. Demak, bir kunlik time frame ga qaraymiz. Bir kunlik time frame da demak dollarda, yevroda biz sizlar bilan o'suvchi trenddamiz. Dollar o'sishga, yevro o'sish kerak degan analiz bor edi bizda, to'g'rimi? Nimaga? Chunki 6 oylik time frame yoki 1 yillik time frame ga qarasak, biz juda ham bo'lishimiz mana ko'rib turibsizlar. To'g'rimi? Mana 1 yillik time frame da ham bo'lishimiz, 3 oylik time frame da ham, mana 3 oylik time frame da ham bo'lishimiz, to'g'rimi? To'g'ri, mana bitta imbalans zona bor. Bu imbalans zonaga kelish xavfi bor. Lekin bilmadim, hozircha haftalik time frame da misol uchun kelmaydiganga o'xshayapti. Mana haftalik time frame juda ham bo'lish turibdi. Xo'p, kunlik time frame ga o'tamiz. Kunlik time frame da narx hozircha hech narsa bir muhim zonada emas, to'g'rimi? 4 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, 4 soatlik time frame da narximiz mana ko'rib turibsizlar. Kecha sizlar bilan qilgan analizimiz bo'yicha yurdi. Mana kecha men bitta buy pozitsiya ishladim. Telegramda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana bitta mana imbalans zona bor ekan hozir. Mana imbalans zona, hozir narx turgan zonamiz imbalans zona ekan. Bu yaxshi. Mana bu CRT bo'lishi mumkin. Buni ham yaxshilab kuzatish kerak. Ya'ni agar mana shu candle'imiz ichida yopila olsa, mana bu 4 soatlik candle'imiz. Qarang, endi ochilib turar ekan, 3,5 soatdan keyin yopilar ekan, bilmadim. Ko'ramiz. 1 soatlik time frame ga tushamiz. 1 soatlik time frame da mana kechagi price action, mana bu to'rtal suv bo'lganida, mana bu zonalarda men buy pozitsiya ishladim. 1 soatlik time frame da mana bundoq qilib qaraydigan bo'lsak, mana bu o'sha 4 soatlik time frame dagi CRT ni anaqasi, candle, mana 4 soatlik. Mana bu candle, mana. Hop, bundoq qilamiz, okey. Kunlik 1 soatlik time frame da mana bu imbalans zona bor ekan. Narx hozir mana shu yerda turibdi. Bu imbalans zonaga narx kelibdimi, kelmabdimi? Tak, buni lowi 1.16.429 bo'lsa, buniki kelmabdi. Demak, mana bu imbalans zonamiz hali bo'sh. Mana bu imbalans zonamiz bor o'rtoqlar. Shu imbalans zonaga ham yaxshilab e'tibor berish kerak. Mana bu imbalans zona ushashiga men hozircha shubham bor. Nimaga? Chunki pastda to'xtang. Mana bu kelibdi, lekin qarang. Low 1.16.429, low 1.16.429 ko'rsatyapti. Nimaga keldi degan. Mana bu imbalans zonaga kelibdi. Okey. Ko'ramiz o'rtoqlar, hozircha bilmadim. Mana shu imbalans zonaga keladiganga o'xshab turuvdi, lekin chunki esingizda bo'lsa, dollarda mana bu maksimum bor, mana bitta o'sha maksimumni to'rtal suv bo'lishini kutib turdik.
hozircha yana bilmadim. Ochilish nuqtamizni belgilab olamiz, конечно. Ochilish nuqtamiz bu opening price mana. Okey. Kunni tugash nuqtasi mana bu joyi. Va 15 minutlik time frame ga tushamiz. 15 minutlik time frame da mana yevroda ham narx mana ko'rib turibsizlar, tushib ketishini. Juda ham xunuk tushib kelyapti. Bu degani hozir aytganimdek, dollarda aytganimdek, mana bunday tushib kelyaptimi? Demak, chiqish niyati bor. Normalniy chiqish niyati bor. To'g'rimi? Mana bu joyga yaqinlashtirib qaraydigan bo'lsak, o'rtoqlar, menga yoqmayotgan tarafi mana bu bir-biriga yaqin bo'lgan minimum nuqtalar deb olishimiz ham mumkin. Swip qilibdi ham, lekin swip qilgani ham menga to'g'risi yoqmayapti. Chuqurroq swip qilmagan menimcha. Shuning uchun bilmadim. Ko'rish kerak, SMT bo'ladimi yo'qmi dollarda. Mana bu yerda mana chiqishdan oldin swip qilib ketgan. Bu yaxshi. Bu degani bu zonaga narx kelish ehtimoli kamroq bo'ladi, chunki qarshiligi kuchli bo'lgan zona bo'ladi-da bu. Mana bu qarshilik kam bo'lgan zona bo'lishi mumkin. Ya'ni narx mana shu tushib kelib, undan keyin tepaga qarab ketadigan bo'lsa, bizga ideal price action bo'lar edi. Chunki mana bu yerda order blok bor, narx kelmagan. Bu order blokka narx kelishi mumkin. Xo'p, 5 minutlik time frame ga tushib qaraydigan bo'lsak, 5 minutlik time frame da mana bu order blokimiz minimum. Tak. London Killzone vaqtimiz hali boshlangani yo'q. London Killzone'da nima bo'lishini ko'rishimiz kerak. Doim aytaman o'rtoqlar, London Killzone, umuman Killzone boshlanmasdan oldin bo'layotgan harakatga ishonmaslik kerak. Chunki aldaydi ko'p payti. Mana bu vaqtdan tashqarida bo'lyaptimi biror narsa? Mana bu vaqtdan tashqarida bo'lyaptimi? Hozir narx mana bundan tepaga ketishni boshlasa, men bo'ldi, tepaga narx ketadi va bu yoqda mana bu minimum deb olmayman ko'p paytda. Nimaga? Chunki bu Killzone'dan tashqarida bo'lyapti. Odatda agar narx ketadigan bo'lsa, Killzone'ning ichida yasaladi. Ya'ni narx hozir ketishi mumkin, narx tepaga bundoq ketishi mumkin. Killzone paytida keyin bundoq kelib, mana buni yangilab, undan keyin tepaga qarab ketishi mumkin-da. Ko'p payt shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun aldash mumkin hozir, o'shaning uchun ishonmayman. Ko'p payti mana bu 12 dan 2 oralig'idagi u dead hour deyiladi. O'lik vaqt deyiladi. O'lik vaqtda biz ham o'lik bo'lishimiz kerak. Qaramasligimiz kerak chartga. Hozircha demak, juda ham xunuk price action bilan tushib kelyapti, mana ko'ryapsizlar. Kutishimiz kerak London Killzone nima qilishini. Men uchun ideal price action to'g'risi kutib qolar edim. London Killzone boshlanishi bilan narx mana bu zonamiz juda ham chiroyli zona o'rtoqlar. Mana bu pastdagi bu sell side menga juda yoqib turibdi. Ya'ni original konsolidatsiya deb olsa ham bo'ladi buni. To'g'rimi? Konsolidatsiya bo'lgan joy. Konsolidatsiyadan chiqib ketishdan oldin narx pastdagi mana bu minimumni swip qilgan, kichkina swip qilib chiqib ketganda. Mana bunga qarasanglar. Konsolidatsiya deb oladigan joyimizni chiqib ketishdan oldin swip qilib ketgan. Bu yaxshi. Bilasizlar, hech qachon trenddan konsolidatsiyadan trend o'zgarmaydi, to'g'rimi? Mana shu lekin swip qilgani juda ham kichkina qilganda, ozgina swip chiqib ketgan. Shuning uchun men hozir kutyapman bugungi yevroda mana shu holatda, ya'ni narx o'sha London Killzone paytida sekin aldab swip qiladi-da, keyin New York Killzone vaqtiga kelganida tepaga qarab ketishni boshlaydi deb o'ylayman. Ya'ni xuddi kechagi price actionga o'xshab. Mana kechagi price actionga e'tibor bersangiz, mana bu yerda mana London Killzone paytida mana bu vaqt oralig'iga e'tibor bering. Mana bu vaqt oralig'ida narx вообще aldadi. Biz o'suvchi trenddamiz, narx ham o'suvchi trendda ketdi mana. Mana bu yerda necha kishi buy kirgan ekan, to'g'rimi? Mana bu yerda buy kirgan, mana bu yerda buy kirgan. Bu buy kirganlarni take profit mana bu yerda bo'lsa, stop loss mana bu yerda bo'lsa, u narx kelyapsizlar, stop losslarni hammasini swip qilib, stoplarni olib, undan keyin tepaga qarab ketyapti. London Killzone paytida hosil bo'lgan maksimumni target qilib.
to'g'rimi? O'shaning uchun iloji boricha London Killzone'da hozirgi kunda trade qilmaslik men uchun yaxshi bo'lib qoldi, yaxshi variant. Nimaga? Chunki New York Killzone'da asosiy anaqada yuribdi. London Killzone ham xuddi bugun mana shunaqa bo'lishi mumkin-da. Mana misol uchun London Killzone'ga qarasanglar, bugungi London Killzone'ga. Biz kutayotgan zona bor mana, yoki bo'lmasa mana bu order block. Narx hozimdoq kelib, tepaga qarab ketib yorish plan qilib, keyin New York Killzone mana shu yerga kelib turib, keyin yana tepaga qarab asosiy yo'nalish mana bu yerga yoki mana buy side'dan yechgani kelish mumkin-da, mana bu yerdagi holat bo'yicha. Shuning uchun kutish kerak, sabr qilish kerak o'rtoqlar. Juda ham chiroyli ko'rinadi. Xuddi anu daryoda yoki qayerdadir suv parini ko'rsangiz, suvga o'zingiz otkiz keladi-yu kinolarda. O'shanga o'xshagan holat bo'lishi mumkin. Ya'ni price action o'ziga chaqirishi mumkin. Davay buyga kir deb. Lekin iloji boricha nima deydi? Sabr qilib kutish kerak o'rtoqlar. Sabr qilmasanglar bo'lmaydi. Demak, mana shu zonamiz bizda juda ham magnit zona. Pastda kutamiz, keyin kelamiz o'rtoqlar. Shunaqa gaplar. Nimadir foydali o'rgandinglar degan umiddaman, o'rtoqlar. Xudo xolasa Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalda, конечно, update berib boraman, o'zim ko'rayotgan narsalarni. Demak, 4 soatlikda mana shu holat. Ko'ramiz qanaqa holat bo'ladi. Iloji boricha shoshilmasdan uni kutish kerak. Hozir aytganimdek, London Killzone'ni kutinglar. Zo'r setup berish mumkin bugun ham. Juda chiroyli setup berish mumkin. Nu o'rtoqlar, hozir ham ko'zim tashlanib qoldi. Qaranglar, mana bitta sweep bo'lib ichida yopilibdi. Demak, bu CRT bo'lishi mumkin. CRT ni shablon qilib ishlatinglar demoqchi emasman. Biz o'suvchi trenddamiz. Biasimiz. Lekin CRT ni low'i umuman pastda bo'lmagani uchun narx shunaqa kelib, hozir mana CRT ni sweep qilib, keyin tepaga qarab ketish mumkin. Kelinglar, mana CRT ni low'i qaysi zonaga to'g'ri kelishini sizlar bilan bitta ko'rib olamiz. O, как раз ko'ryapsizlarmi? CRT ni low'i qayerga to'g'ri kelyapti? Mana bu low'i to'g'ri kelyapti, mana qaranglar. Hozir sizlar bilan gaplashgan konsolidatsiyamizni low'iga to'g'ri kelyapti. Ana. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu o'sha 4 soatlikdagi mana buni bundoq qilib qaraydigan bo'lsak, mayli 3 ta emas, 5 tani ko'rsataylik. Mana qaranglar. Mana bu o'sha maksimum mana. Mana bu minimum mana. Mana bu candle'niki. 5 ta shart emas, 3 ta ko'rsa ham. Mana shu candle'niki mana. Mana o'sha minimum. Mana bu maksimum, mana bu. Demak, narx mana bu candle'imiz mana bundoq. Mana. Mana bu ochilgan candle'imiz mana. Qanday ochilibdi bu? Hozir mana buni bundoq qilamiz. Ochilganini ko'rish uchun. Trace lines. Mana. Demak, mana bu 4 soatlik candle'imiz yaqinda ochilibdi, to'g'rimi? Mana bu ochilgan bo'lsa, tepaga shuni ozgina anaqa qilgan, pastga tushib boryapti. Pastga tushib kelib, mana bu CRT ni minimumni sweep qilib, undan keyin boshqa CRT berish mumkin-da. Mana buni anaqa bo'lish mumkin. Mana shu yerdan tepaga qarab ketish mumkin. Ana, demak, tasdiq topildi o'rtoqlar. Yana bitta tasdiq bizga. Mana shu anaqa olinishiga. Lekin bu degani hozir mana bu sell bilan tushib kelish kerak degani emas o'rtoqlar. Jinnilik qilmanglar unaqa. Pastga tushar ekan deb. Endi to'g'ri, hozir 15 minutlik time frame'da pozitsiya qidirish mumkin. Men pozitsiya qidirmaylar demayapman. Lekin juda xunuk price actionda. Qayerda kirasizlar? Mana bu inbound zonada kirarmidinglar? Mana bu kirasizlarmi? Kesib. Любой paytda bundoq qilish mumkin-da. Bom qilib keyin pastga tushib kelish mumkin. Stop loss antiga qo'ysalar, tepaga chiqib keyin pastga tushib kelish mumkin. Shuning uchun iloji boricha trendga biz endi yo'nalishimiz bo'lish buy pozitsiya qidiramiz. Shuning uchun tutishimiz kerak. To'g'ri, pastga qarab CRT bilan tushib kelish mumkin, lekin bu CRT bilan tushib kelgandan keyin tepaga qarab ketishiniga siz bilan marketga kirishimiz kerak. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, uzr, juda ko'p gapirib yubordim. Yarim soatlik video bo'lib ketdi. Odatda 5-10 minut video bo'ladigan narsa. Charchamanglar o'rtoqlar. Xudo xolasa sizlar bilan kun davomida Telegram kanalida gaplashamiz. Kuningiz yaxshi o'tsin, barakali o'tsin. Ko'rishamiz keyingisida.